Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar hamda talabalar, bugun siz bilan umumiy psixologiya fanidan o'qituvchi psixologiyasi mavzusida gaplashamiz. Darsni men Qayum va Go'zal Narzullayevna olib boraman. Mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. Sharq mutafakkirlarining o'qituvchi o'sha kasbiga to'g'risidagi ijtimoiy qarashlari, ikkinchisi hozirgi zamon o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar, uchinchi rejamiz o'qituvchining kasbiga xos xislatlari, to'rtinchi rejamiz o'qituvchi pedagogik qobiliyatlari. Sharq mutafakkirlari o'qituvchining jamiyatning tayanchi, ma'naviyat o'chog'i, yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalovchi muqaddas kasb egasi deb bilishgan. Uning axloqiy qiyofasi, pok bilimi, bilishini ta'kidlab, o'qituvchini ota-onasi keyingi hurmatli shaxs tarbiyaning asoschisi, millat kelajagi quruvchisi deb bilishgan. Ular o'qituvchi ta'lim berishi bilan birga shaxsiyatni kuzatishga, mas'ul shogirdiga o'rnak bo'lishi zarurligini uqtirishgan. Sharq mutafakkirlaridan Farobiy, Biruniy, Ibn Sinolar o'z asarlarida pedagogik mahorat g'oyalariga katta e'tibor berishgan. Ularning fikricha, pedagog mahoratli o'qituvchi quyidagiga e'tibor berishi lozim. Birinchidan, ta'limni oddiydan murakkabga qarab borishi lozim hisoblangan. Ikkinchidan, o'quv materiali bolalarni yosh xususiyatlariga hamda har bir fanning mazmunidan kelib chiqishi lozim bo'lgan. Uchinchidan, ta'lim berishning bolalik davridan uzluksiz balog'at yoshigacha olib borilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. To'rtinchidan, o'g'il va qiz bolalarga ta'limni bir xil talablar qo'yib, tarbiyada o'ziga xos tomonlariga e'tibor qaratish lozim deyilgan. Beshinchidan, ta'lim turli xil usul vositalardan foydalanishi lozim. Ta'limda turli xil vositalardan foydalanish lozim hisoblangan. Oltinchidan, bolalarni diqqatini jalb qila olish lozim hisoblangan. Yettinchidan, tashkilotchiligi, tashabbuskorligi bilan bolalarga namuna bo'la olishi hisoblangan. Bu o'sha sharq mutafakkirlarining buyuk ustozlarga qo'yiladigan talablari bo'lgan. Abu Nasr Farobiy o'qituvchi aql farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur. O'qituvchi faqat o'z fani bilangina shug'ullanib qolmay, balki o'z bilimlarini o'z o'quvchilariga ham berishi, bunday mashaqqatli mehnatdan charchash nimaligini bilmasligi lozim deb ta'kidlab o'tganlar. Konfutsiy sharq mutafakkirlaridan biri hisoblangan. U o'qituvchining bilim va axloqiy fazilatlarini uyg'unligiga urg'u bergan. O'quvchi munosabatini o'zaro hurmat va itoatga raqobat deb hisoblagan. Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiylarning fikricha, o'qituvchi murabbiylarning jamiyatdagi o'rnini qonuniy, adolatli va shafqatli bo'lishini ta'kidlaganlar. Shu o'rinda mutafakkirlarning fikrini mushohada qilar ekanmiz. Ular ham shu pedagogika sohasida, o'qituvchilik sohasida faoliyat yuritayotganlarni o'sha mas'uliyatli kasbga doim e'tibor berishini, ularni adolatli bo'lishga chorlashgan. Nima sababdan? Chunki biz bilamizki, kim qaysi sohani vakili bo'lishidan qat'iy nazar, uni maktabda yo bo'lmasam ilk sabog'ini baribir ustozlari beradi. Hozirgi zamon o'qituvchisidan fan bilimida tashqari texnologik yangi g'oyalarga ochiqlik, innovatsion usullardan qo'llashi, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnata olishi, pedagogik va tibbiy mahorat, chunki doimiy o'zini rivojlantirishi shaxsiy sifatlarida sabr, ijodkorlik, talab muhiti jadal o'zgarmoqda. Chunki
o'qituvchi agar bu jadal o'zgarib ketadigan jamiyatga zamonaviy tarzda moslashmasa, uning bilimi sayoz bo'lib qoladi. Uni jamiyat qaysidir ma'noda qabul qilmay qo'yadi. Shuning uchun ham o'qituvchi o'zini ustida ko'p ishlashi, hozirgi texnologiya, zamonaviy texnologiyalarni ishlata olishni bilishi kerak. Zarur va lozim. U qaysi maqsadda, nima maqsadda ishlatilishini bilish kerak. Chunki hozirgi yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lum bir bilimlarni mustaqil o'zlashtirib olishyapti, mustaqil o'rganib olishyapti va buning evaziga bilim manbai ustoznikiga nisbatan bir muncha boyishi mumkin bo'ladi. Undagi ma'lumot bazasi kengroq bo'lgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin o'qituvchi o'zini ustida ko'proq ishlab, zamonaviy texnologiyalar va o'sha hozirgi kunning hamnafasi bilan bilimini boyitib borsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosiy talablar quyidagicha, zamonaviy o'sha o'qituvchilarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagicha. Birinchisi bu innovatsion pedagogika, faol o'qitish usullarini muloqot, tarmoq asosida o'qitish, baland qavat o'yinlar qo'llashi, zamonaviy texnologiyalardan o'sha integrativ doska, onlayn platformalarni yuklay olishi, ulardan foydalana olish kerak bo'ladi. Keyingisida kasbiy mahorat, fanini o'sha chuqur bilishi, o'quv materiallarini sodda va tushunarli qilib yetkaza olishi, pedagogik, psixologik bilimlarga ega bo'lishi lozim hisoblanadi. Keyingisi bu axborot texnologiyalari, ya'ni kompyuter savodxonligiga ega bo'lishi, internetdan o'sha ma'lumotlarni yuklay olishi, kompyuter ta'limini qo'llashda masofaviy ta'lim shakllarini bilishini talab etadi zamonaviy o'qituvchida. Keyingisi bu kommunikativlik, ya'ni o'quvchilarning ota-onalari, hamkasblari bilan yaxshi munosabatni o'rnatishi, ularni kengaytirishi va o'z ustida shunaqa muloqot vositalaridagi munosabatlarni shakllantira olishi kerak. Shaxsiy sifatlariga esa ijodkor bo'lishi, mas'uliyatli bo'lishi, sabr toqatli bo'lishi, tashabbuskor bo'lishi, o'z ustida ishlashga doim intilishi va o'zini o'sha kasbiga xos bo'lgan sohalarda yangiliklardan xabardor bo'lishi lozim bo'ladi. Ma'naviy axloqiy tarbiyada o'quvchilarda va insonparvarlik, axloqiy qadriyatlarni kuzatish lozim bo'ladi. Buni o'sha o'zi nainki o'zida, balkim shogirdlariga ham bu narsani singdirishi shart va lozim bo'ladi. Shaxsiga yo'naltirilgan, birlashtirilgan, o'rnatilgan bir narsa, ya'ni har bir narsaga moslashtirilgan ta'lim beruvchi bo'lishi kerak bo'ladi. Har qanaqa jabhada, qanaqa sharoit, muhit, ijtimoiy muhitdan kelib chiqqan holda muhitga moslashib ta'lim tarbiya bera oladigan bo'lishi bu zamonaviy o'qituvchining oldiga qo'yiladigan asosiy talablardan hisoblanadi. Biz o'sha g'aroyib davrda yashamoqdamiz. Atrofimizdagi odamlar juda tez sur'atlarda tanib bo'lmas darajalarda o'zgaryapti. Shuning uchun o'sib kelayotgan avlod bilan ishlaydigan o'qituvchi quyidagilarga tayyor bo'lishi lozim bo'ladi. Ya'ni o'zgarish bu eng qiyin, biroq to'laqonli shaxs sifatida mavjud bo'lishi uchun zarur bo'lgan shart. O'z xatolarini tan olishi, o'qituvchi qilib qo'ygan xatosini hech ikkilanmasdan tan olishi kerak. Hech narsani qilmagan kishigina xato qilmaydi. O'qituvchi esa bunday toifasiga kirmasligi aniq. Bilamizki, ma'lum bir jabhada ish bo'lgandan keyin xato bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Bu kamchilikni agar shogirdlar tomonidan topilib qolsa, o'qituvchi buni tan ola bilishi kerak va shu yerning o'zidayoq xatosini tuzatib, qaysidir ma'noda o'sha jabhada munosabatlarni yo'lga qo'ya olish kerak. Rivojlanish, ya'ni agar jahon sur'ati bir necha avlodlar davomida o'zgarmagan bo'lsa, hozirgi va shu qadar tez sur'atlarda rivojlanyaptiki, Alisa ko'zgi ortida mamlakatdagi o'sha qora qirolichaning gapini esga olaylik. Ya'ni u aytadi, agar deydi o'z joyini saqlab qolish uchun harakat qilayotgan bo'lsang, oyog'ingni qo'lingga olib yugurish kerak degan gapni aytadi. Shunday ekan, agar sizni o'z sohangizni o'sha qaysidir mutaxassislikni egallab qolmoqchimisiz, siz demak o'z ustingizda ko'proq harakat qilib, ko'proq ishlashingizga to'g'ri keladi. Sababi hozirgi kundagi o'sha yosh pedagoglarning bilim darajasi qaysidir ma'noda taraqqiy etib ketyapti.
o'qituvchi zamonaviy va o'quvchilar nima bilan yashayotganini ham tushunishi kerak bo'ladi. Hozir zamon bilan hamnafas yashash kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdim, barcha jabhalardagi yangilikni o'qituvchi bilmasa, o'quvchilar bilan ishlash va ular bilan munosabatda bo'lish juda ham murakkablashib ketmoqda. Bundan tashqari, o'qituvchi zamonaviy o'quvchilarni boshqarish boshqacha ekanini yodda tutishi lozim. Ularda o'sha internetda yashamoqda, ular internet asrida yashamoqda. Ularda katta odam madaniyati yo'q. Foyda keltirish va o'z mehnati mahsulidan bahra olish uchun zamonaviy muallim va o'quvchilar quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak. Bular quyidagicha. Birinchisi, bolalarni hurmat qilishi, ya'ni odatda o'qituvchi bolalarni yaxshi ko'rish kerak deyiladi. Biroq bu fikrni juda mavhum tushuncha bo'lganligi uchun biz uni quyidagicha ta'riflaymiz. Ya'ni o'qituvchi bolalarni hurmat qila olishi kerak. Ularning fikrini, ularni o'sha ijtimoiy muhitdan kelib chiqishiga qarab munosabat bildirmasdan shogird sifatida hurmat qila olishi kerak. Tolerantlik bo'lishi kerak o'qituvchida. Ya'ni insonlarni bari turlicha. Ba'zida odam o'zgalarga o'xshamasligi uchun ham g'ashimizni keltirishi mumkin. Lekin o'qituvchi o'sha tolerant bo'lish kerak. O'zgacha bo'lish huquqini tan oling. Balki siz yangi Einsteinni kamol toptirishingiz mumkin. U qanaqa holatda bo'lishi, g'ayri tabiiy ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Uning aqliy jihatdagi o'sha sifatlar darajasi boshqa o'quvchilardan farq qilishi mumkin bo'lsa ham, siz uni boricha qabul qilib, uni o'z maqsad sari yo'naltirishga yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchidan, o'qituvchi o'zini xizmat ko'rsatayotganini tushunishi lozim. Ya'ni nima uchundir bu band ko'plab o'qituvchi va ota-onalar jahlini chiqaradi. O'sha balki gap obro'dadir. O'qituvchi so'zi iftixor bilan jaranglashi lozim. To'rtinchidan, haqiqiy narsalar bilan hurmatga ega bo'lishga tayyor turish lozim. Balandparvoz so'zlar, buyruq ohangi bilan zamonaviy bolalarda taassurot uyg'ota olmaymiz. Endiki o'sha bari gamburgercha hisob-kitob bilan bo'lish kerak. Yaxshi o'qituvchi o'z fanini yaxshi biladi. Uning foydasini tushuntira oladi va materialni qiziq qilib yetkazadi. Qo'rqitish befoyda. Hozirgi bolalar avvalgi odamlar qo'rqqan narsalardan endi hadiksirashmaydi. Chegarani his qilishi, ya'ni bu ruhiy chegaralarga ko'ngliga tegmaslik ham shaxsiy bilimlarga ham tegishli. Axir bolalar ba'zi jihatlarda o'qituvchilarga nisbatan ko'proq narsalardan boxabar. O'sha darajani bilgandan keyin ularni ham tinglay olishi, ular topib kelgan ma'lumotlarni eshita olishi kerak o'qituvchi. O'z vazifasini tushunish. O'qituvchi Google qidiruv tizimiga topish mumkin bo'lmagan foydali bilimlarni bera olishi kerak. U o'sha qadimiy kitoblardan, qadimiy adabiyotlar bilan ham ishlay olishi kerakki, bola Google qidiruv orqali bu ma'lumotlarni topa olmasin va unga qiziq bo'lsin. Bu qiziqqandan keyin u o'sha o'qituvchisiga ishonchi ortadi va ishonchi ortgandan keyin bilimni egallashga harakat qiladi. 7-dan, o'z-o'zini tanqid qila olishi kerak. Agar o'qituvchi o'z faoliyatini tahlil qilib, uni qanday rivojlantirish haqida o'ylasa, u ko'proq narsaga erishadi. Hamma ham adashishi mumkin. Katta amaki va xolalar ham bundan mustasno emas. Bolalar buni qancha tez anglasa, shuncha yaxshi bo'ladi. Bu o'sha o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bo'ladigan munosabatlarni ham to'g'ri qabul qilishiga misol bo'la oladi. O'z-o'ziga shama qilish, ya'ni jiddiy bo'lmaslik va o'zini hazil qilish qobiliyati zo'riqishlarga qarshi turishini tarkibiy qismi hisoblanadi. Biz psixologlar shuni aytamizki, o'qituvchilarda ko'proq stressli, depressiyali holatlar bo'ladi. Chunki muntazam ravishda aqliy mehnat bilan shug'ullanganligi, ko'pincha o'sha muloqotda bo'lganligi sababli ham ularda stressli, depressiyali vaziyatlar ko'proq bo'ladi. Buning uchun qanday yengish mumkin? Buni o'sha hazil mutoyibalar orqali yengishimiz mumkin. Uni jiddiy qabul qilmaslik kerak. O'sha muhokamalarni hazil, jamiyatning qaysidir bir hayot uchun ham
alohida xislat hisoblanadi hazil mutoyiba orqali qabul qilish ham. O'z-o'zini hazil qilish murakkab vaziyatni yumshatish, chalg'ish va qiyin masalalarni hal etishga yordam beradi. Albatta, xislatlarning bariga ega bo'lish ham oson emas. Ko'p hollarda maktabda o'qituvchilarni tanlab olish imkoniyati mavjud emas. Biroq shunga qaramay, idealga qarab intilish zarur hisoblanadi. Biz bilamizki, har bir maktab ideal o'qituvchiga va zamonaviy o'qituvchiga ega bo'lishni istaydi. Shunday ekan, yosh pedagoglar, sizlarni ilm va bilimga chorlab qolamiz. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi kanallarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan mani fikrim shulardan iborat. Xayr, sog', salomat bo'ling.